Barchalarga salom bo'ldi. Sizlar bilan Freezy PUBG bo'ldi. Bugungi rolikimiz bu dropda necha UC chiqarishimiz ko'ramiz. Hozir 3500 bulkoni to'ldira oldik bo'ldi. Bizga hozir 6000 UC kerak bo'ldi. Xullas deb bo'ldi, bu meni o'zimning kanalim bo'ldi. Bunda promo o'ynaymiz bo'ldi. Ya'ni sizlar promo tersanglar, tekin yasha ocha olasizlar bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin bo'ldi. Har xil challengelar qilamiz. Promo kod tersanglar, sizlarga tekin yasha ocha olasizlar. Bo'ldi, bu videoga promo kod yashirib qo'yganman. Videoni qaysi joyda chiqib qoladi, o'shaning uchun oxirigacha ko'ringlar videoni. Sizlar u promo kod terib tekinga yasha ola olasizlar. Tekin yasha ocha olasizlar bepulga. Xo'sh, bola ko'rishingiz mumkin bo'ldi. O'tib qo'yinglar. Telegram silka profilda bo'ladi yoki kommentariyada bo'ladi. Lekin profilda bor bolalar. Bolalar bu videoga 60 UC qo'ygan, qanaqa qilib yutaman sizlar. Mana shu kommentariyada eng ko'p yig'gan kommentga, like-ga o'shanga promo 60 UC tashlayman. Xullas bolalar, qanaqa qilib balans to'ldiraman sizlar, menyuni bosasizlar, sal pastroq tushsizlar bolalar, bu yerda hisobni to'ldirishi bor. Tak, bu yerda bank kartalar, Uzcard, Humo, Visa, bu yerda Click, Paynet, Steam, kriptovalyutalar bor bolalar. Xo'sh, sizlarga Freezy 20 deb yozsanglar bolalar, 20% omad qo'shib beradi, 20% balansingizga qo'shib beradi. Misol uchun sizlar 100 ming tashlamoqchi bo'lsanglar bolalar, 616 bulkoin beradi. Agar Freezy 20 tepalik Freezy deb yozsanglar, sizlarga 20% qo'shib beradi balansingizga bolalar. 20% omaddan qo'shib beradi. Bu yaxshi. Bu yerda har xil davlatlar bor bolalar. Bu yerda o'yinlar bor bolalar. Sizlar nima qilamasizlar? Misol uchun Sapyor, Minora, Crash, bu yerda ko'p o'yinlar bor. Men sizlarga hozir o'ynab ko'rsatib beraman. Uje ko'rishingiz mumkin. Mana 1.22 men foydadaman bolalar. Bu yerda bittadoni PUBG emas, bu yerda Standoff, KZ2, Roblox, Genshin paketlar ham bor bolalar. Qani bo'lmasa KZ2 o'tib olamiz bolalar. Va bolalar, bu yerda bull pass bor. Ya'ni nima qilaman desanglar bolalar. Xo'sh, bu yerda bepulga qimmat baho narsa olishingiz mumkin. Qimmat skilllar, bulkoinlar ham beradi bolalar. RP oshgan sari. Xo'sh, bu yerda zadaniyalar bor bolalar. Bemalol zadaniyani bajarib oshirishingiz mumkin. Yasha ochsanglar ham bolalar RP lar ko'taradi. Keyin qanaqa qilib UC chiqarib olish, qanaqa qilib UC chiqazaman desanglar bolalar. Bu yerda 98 tasi 60 UC bo'ladi bolalar. 60 UC bemalol chiqarib olishingiz mumkin 98 taga. Mana keyin UC lar menyuni bossanglar, shaxsiy kabinetga o'tsanglar bolalar, UC chiqarib olishlar bor. Shuni kopировать qilib Midas bo'yiga o'tsanglar, UC lar tushadi bolalar. Tak bolalar, unda kesga o'ta olamiz. Videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. Keyin kommentariyada qanaqa kes ochishimni yozib qoldiringlar. Keyingi videoda ochaman men bolalar. Xo'sh, bolalar, bu yerda Telegram va kontakt bor. Ya'ni sizlar mashina ulab bepulga kes ochishingiz mumkin kuniga. Bu yaxshi. 60 UC chiqarib olishingiz mumkin tekinga. Nimaylar bolalar, bizga hozir 5000 UC kerak. Tezroq ochib ko'rsataman sizlarga bolalar. Albatta Freezy 20, Freezy tepalik Freez yedirdi bittalik propusк bilan ochib ko'rasiz. Bizga tishlar ham beryapti bolalar. Videoni oxirigacha ko'rsanglar tushuntirib o'tib ketaman. Tak, 10 talik ochib ko'rasiz bolalar, nima tusharkanmiz. Samolyot yedirdi. Karak yaxshi 370 bittami shunaqa. Ну, biz uje ko'rishingiz mumkin bolalar, uje biz foydadamiz. Yaxshi karak tushib berdi. Tak bolalar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Promo kod qo'yilgan. U promo kodni terib videoni qaysi joyda chiqib qolishi mumkin, chiqib qoladi. Sizlar o'shani tekinga terasizlar. Xullas, tekin yasha ocha olasizlar. Bittalik ovoz o'chiraylik bolalar. Voy, to'xtagandami? Qaysi kiyimdan o'tib ketdi? Mamnundan mamnundan. Voy, kizikda. Yaxshi kizikda bo'ladi bizga bolalar. Tak, to'xta, nimayli bolalar. Buni olib qo'yamiz bolalar. Tak, biz sekin-sekin ko'tarishga harakat qilamiz bolalar. Xo'sh. Bitta obunachi metodilar Pelidan ochib, Peli yaxshi beryapti dedilar. Qani bolalar, sinab ko'ramiz hozir. Pelidan ochib ko'ramiz bolalar. Tak, teparoqga chiqsa Peli bor. Bu yerda Peli qani?
Mana Pele. Tak 600 ta bu coin turar ekan. Hozir 600 ga yetmaydi. 3 talik yetar ekan. Qani bitta 3 talik ochib ko'ramiz, nima tushar ekan bolalar. Voy, u yaxshi turmenti. Yaxshi. 3 talik bolalar. Peledan cho'ta yaxshi beryapti. Voy. U yaxshi oxirsi yaxshi. 4 taliga daychi bola 4 talik ochib ko'ramiz, aslida nima tushar ekan bizga. 4 talik ochib ko'ramiz. U yaxshi. Bu 2 modda tushib berdi. 7000. Voy bolalar, nima bo'ldi? Tak bola, hozir men sizlarga qanaqa qilib buni almashtirishni ko'rsam bola. 25 mingta bor bola, hozir ko'rishingiz mumkin. Tak, bizga nechta beradi bola? O'rtani tanlaymiz biza. 2000 ta yaxshi bola. Endi buni upgrade qilamiz bola. Biz 8100 olib ketamiz bola, ko'rishingiz mumkin. Yaxshi lekin. Yaxshi. Hozir biz menimcha 130 ming donat qildik. Tak, biz buni 5000 ga qo'yamiz bolalar. Tak, 5000 ga qo'yamiz bolalar, nima uchun? Xo'sh. Yo, to'xtanglar, 5000 kam. 8000 ga qo'yamiz bolalar. 80 ming bo'lib ketdi. Hozir almashtira olamiz bolalar. Telegram kanaliga o'tib olinglar. Tak, 8241 bola, nima deb o'ylaysizlar? Tushadimi, tushmaydi? 31% men qaramayman bolalar. Tak, nima tushdi bolalar? Hozir ko'ramiz. Voy, yaxshi. Voy bolalar, qaranglar, 31% tushishini. 18000 balans. Voy bola, 18000. Bilasizlarmi necha yuz berishini? 18000 balansga bolalar. Hozir ko'ramiz sizlar bilan birga. Voy, necha yuz? Hozir biz 2400 siyman shunaqa. Yo, 16100 olamiz bolalar. Hammaga xayr bola, sizlar bilan Freezy bo'ldirib bo'ldi. Voy, sizlarga cholishni. Hammaga xayr bola, sizlar bilan Freezy bo'ldirib bo'ldi. Freezy deb yozsanglar, tepada deb yozsanglar, sizlarga 20% omad, 20% balansga qo'shib beradi. Bu videoga 60 yuzga qo'ygan bolalar. Eng ko'p like yig'ganga tashlab beramiz 60 yuzga keyingi videoda. Hammaga xayr.